Assalomu alaykum. Men Fayzullayev Azizjon, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidanman. Men 3-4 yoshimda musiqaga qiziqishni boshlaganman. Men bo'sh vaqtlarimda gitarada qo'shiq aytib, uni videoga olib Instagram sahifamga qo'yaman. Men katta bo'lsam, yoki qo'shiqchi yoki dasturchi bo'lishni xohlayman. Men bu ko'rsatuvni juda ham uzoq kutdim. O'zbekistonga kirib kelgandan juda ham xursandman. Men kasting haqida televizorda ko'rib qoldim. Video tashladim. Ular bir necha kundan keyin menga telefon qilishdi. Siz kastingdan o'tdingiz deyishdi. Shuncha bolaning ichidan meni tanlaganidan juda ham xursandman. Bugun meni qo'llab-quvvatlagani mehribonim onajonim kelganlar. Ustozlar nima narsani ishonib topshirsa, o'sha narsani vaqtiga bajarishga harakat qiladi. Maktab tadbirlarida faol qatnashishga harakat qiladi. Darslarda o'z vaqtida tayyorlashga harakat qiladi. Ishqib hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Men o'z kuchimga ishonaman. Shu ko'rsatuvda g'alaba qozonishni xohlayman. Botir Qodirov albatta qayriladi va men u ustozni tanlayman. Men o'tgan yili bitta konkursda qatnashgan edim. 2-o'rinni oldim. Rosa alam qildi. Lekin bu safar yengiladigan nomard yo'q. Takansa boraman. O'tkinchi dunyoning ortidan quvib, dunyolar kezdima ko'ksimni kerib, bugun ostonadan bir qadam qo'yib, pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib, onamning sochida o'qlarni ko'rib, pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib, onamning sochida o'qlarni ko'rib, yuragi ezilgan yo'limga qarab, do'stu yaqinlaridan holimni so'rab, sog'inchdan bosh egib qolibdi nurab, ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim, onamning sochida o'qlarni ko'rib, menga tikan tursa kuyganim onam, diydorga ushqib turganim onam, tatimas endi hech topganim onam, egildim boshimni devorga urib, onamning sochida o'qlarni ko'rib, onamning sochida o'qlarni ko'rib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda kutdingiz, qachon tamom bo'ladi bu ashular? Qachon tamom bo'ladi? Yarmisini zo'r etdingiz. Yarmisidan falshetishni boshladingiz-ku, nimaga tushuntirib bering? Meni ovozim baland aytsam, ovozim tushmaydi deganda, Muxlisligi yoqdimi ish qilib? Bo'ldi. Lekin ustingizda ishlashingiz kerak, bilasizmi? Yomon hayajonladingiz. O'zingizni tanishtiring. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Fayzullayev Azizjon, Surxondaryo viloyatidan Jarqo'rg'on tumanidan. Oh, Surxondaryo, malades. Yig'lab turdingiz, hayajonisi. Chunki juda ham hayajon bo'ldingiz siz. Birinchi sahnaga chiqishimda bunda. Bu birinchisimi? Bo'lmasa. Barakalla, barakalla. Оправданный. Tasanno. Yana nimadir aytib bersangiz bo'ladimi? Yursang yorim quvonaman, sog' salomat bo'ylaringga. Guldan libos yarashibdir, sarvi qomat bo'ylaringga. Men bulbulga
Oylab oldum. Это moj. Shirin jonim olding son. Ha. Zulayxodan qolgan zulnor. Bo'lsin hojat bo'ylaringga. Voy, Gap malades, malades. Surxondaryo. Surxondaryo. Krasavchik. Malades. Qanchalik go'zal qo'shiqlaringiz bor ekan. Nimagadir sezib qolyapman, ha? Bolalar boshqa ashula aytyapti, lekin Da, tagida To'g'ri gap shu shu. milliylik borligini nimagadir sezib Bor, qolyapmiz. judayam. Chuqur Malades, ko'z malades. tegmasin. Qani Nima qilamiz? endi tanlang. Uchta ustoz ham qaraganda Botir Qodirov ustozni tanlagan bo'lar. Ana bu boshqa O'shani gap. Zo'r bo'ldi. indamasdan o'tiribman. Ne oke? Malades, malades. Потому что Ko'rishib qo'ying. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Joyga. Tempo bo'l, yotdi. hayajonlanmang. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Chuqur nafas oling. Qalay bo'ldi endi? Zo'r gap yo'q. Qarashadi deb o'ylamagandim lekin. Yo'q, o'z aytgan ekansiz, yutqazishni yomon ko'raman, boshqa yutqizmayman deb, yutqizganmiz sog'dan. Yutqizganman ko'p lekin Bu safar yo'q edi. Finalgachami? Beshtasing. Omad, malades. Hayajonda, hali ham hayajonda. Bo'ldi, hayajondan chiqing. Bitta quchoqlab qo'ying, onajoningiz. Qana xursandlar. Tabriklayman, zo'r bola oldingiz. O'zi 2 marta ilib ketdingiz. Uchinchisini ilib Endi biz ketishingizga professional prodyusermiz-ku, kommerchеский, Bu bola tijorat. ikkinchi qo'shiqda ochildi. Bozor-ku, oka bozor. Ha, Bular Sezdingizmi? hammasi ikkinchi qo'shiqda ochilyapti, bilyapsizmi? Da, вот именно. Birinchida uncha sezilmadi-da, keyin ikkinchisida. Bilasizmi nimaga aytaymi? Men shaxsiy fikrim, bular repetitsiya quradi deb bitta ashulani mag'zi уже ketib qoladi-da. O'shaning uchun Menimcha vaqt ham kam. Qanaqa mag'zi, vaqt yetmaydi. Eshitdinglar? Keyingilarini ham.